Orqani tikka turib qolmasligi uchun nima qilib beramiz? Yelka bundoq qilib oldini quchoqlab turish uchun. Yo'q, yelkadan tepaga 1,5 ko'taramiz. Orqa tomon tomonni quchoqlab turadi. O'sha bo'yin o'yinidan tepaga 1,5 eslatsa, keyin yedirib boramiz. Bu bilan bizda imtihon, xudo xolisi, qizlarimiz yaxshi topshirishyapti. Kechadan ancha yaxshi, kecha yaxshi, xudoga shukr, zo'r ketyapti desam, bugun undan ham yaxshi topshirishyapti, xudoga shukr. Bu ham bo'lsa, natija, katta natija. Husniya. Basseynga hozir tashab chiqdim. Do'mbrobod masjidining oldidagi basseyn bor. Ana o'sha yerda imminni qizlarning kuni bor-da, seshanba, payshanba, shanba. Soat nechidan deyshti? 2 danmi, yo 12 danmi? Xullas, kechki payt 6 gacha faqat ayol qizlarning kuni bo'lar ekan-da. O'tgan yil ham kelishuvdi. Faridaxon bilan Gulrayxon suzishni zo'r o'rganib olishdi. Bu yil ham berdim. Уже ikkinchi oy borishyapti. Hammalarga tavsiya qilaman. Agar umuman olganda oldinglarga suzish sportiga bersanglar ham, bolalarga juda ham foydali. Hozir tashab qo'ydim, qaytishda o'ziga kelishadi. Shunaqa endi borib, anaqa qilishim kerak. Dars o'tishim kerak va imtihon qilishim kerak. Mana ko'rasizlar, pushtiligini zakaz qilgan Xitoydan narsalarim keldi. Bu yoqda ham turibdi, hali ochmadim. Xudo xolisa ochib sizlarga qo'yaman. Nima qo'y? Reels qo'yaymi yoki istoriyami? Голосовать qilinglar. Shunaqa chiroyli bo'ldi tirnog'im. Rosa o'zimga yoqdi. Rosa chiroyli qilib qo'ydilar. Xudo xolisa endi bolalarimni olaman. Pikmi bo'lib, pinkda yuribman qaraydi. Shunaqa rulim yoqdi o'zimga. Prям podmas bo'ldi. Voy chiroyli tushdi. Biz yoqib ketdi. Qaranglar. Kalitni eslasanglar, Xitoydan masda shotdan so'raganda keysini, ya'ni ustidagini 240 ming so'm deyishuvdi. Mana shuni. Xitoydan zakaz qildim, ishonasizlarmi, nech pulga keldi? 37 ming so'mga keldi mana shu narsa. Va shirini o'zi qop-qora edi, ustiga mana shunga kiydirib qo'ydik. Pushti bo'ldi. Asal, hali bantikchasi bor, ulgurmadim ilib olishga. Ilib ko'rsataman xudo xolisa. Qanday yechadi? Rost aytayman. Sekinroq opa. O'zi chiqib ketdi. O'zi chiqib ketdi. Voy sabali. Yumshaligina zo'r. Krasivo. Abu bo'lsa beliga. Shunaqa yumshoq zo'r ekan. Вся розовая. Привет, я поем. Wow. Very good. Mashinaga shunaqa organizerchi yoqdi. Xitoydan bir deganda keldi. Hozir qo'yamiz. Chiroyli. Oranjovoy tushmaydi-da, olib tashlashim kerak. O'zi yaqinda xo'jayinim yuvib, qo'yib beruvdilar bu narsalar. Endi o'zlarini mashinalariga qo'yib beraman. И такой pink сумочка. Вся в pink ya. Bu именно changan uchun chiqarilgan paxtamiz. Shoqqini chetiga qo'yadigan. Telefonlarim, narsalarim tushib ketaveradi-da, ana o'sha yerga tiqib qo'yaman. Udobni Mamitga telefonlarni ham qo'yib qo'yaveramiz endi. Xitoyda yo'q narsani o'zi yo'q xullas. Yumshoq, klassna. Mana endi olib tashlaymiz. Qanaqa olinarkan? Xullas, men usta bo'lib ketdim. Buni o'rnatamiz endi. Qanaqa o'rnatarkan? Xohlasanglar, mana bunaqa visachi qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yana bitta narsasi bor ekan, mana Mamitga qo'ysa ham bo'ladi. Tap etib yopishtiramiz. Все. Hamma joyga prям tushgan. Tirnog'imga ham tamom. Mana Mamitda davomi bor. Buni как brelok osib beramiz. Buni so'raganimdek Ranaxonni bog'chada oldik. Endi oranjovoy salonni pink colorga o'zgartiramiz. Xitoydan kelgan zakazlarimni распаковка chek qilamiz. Ketdik. Это что?
qilib yasatib qo'yamiz. Yopishtirasizmi? Rulni qaranglar, qanaqa chiroyli bo'ldi. Qarsa bor, qara. Hamnaqa rullarni olganmiz, alohidalik. Pushti bu ham. Buni kiydirish osonroq, lekin men bundan ko'ra, buni ham Xitoydan zakaz qildik-da. Bundan ko'ra buni kачествоsi вообще super ekan. Yaqindan sizlarga ko'rsataman. Kачествоsi просто bomba ekan mana. Buni qaranglar, tikilgan. O'zim buni o'rnatdim, ishonasizlarmi? Chexol yechishi mana bilmayman. Buni qanday yechadi? Rost aytaman. Ertaga o'rtancha qizimning imtihoni, 1-sinfga imtihon topshiradi. Shunaqa davlat maktab bo'lsa ham imtihon bilan saralab eng iste'dodli o'quvchilarni qabul qilishadi ertaga. Skripka yo'nalishida imtihon topshiradi. Men o'zim o'quvchilarimni imtihon qilib, qizimni darsiga olib borib, endi uyga keldim. Bu yoqda ish to'xtab qolmasligi uchun nima desam, ranglarni ko'rib berishim kerak. Adasi ham har bitta assalomu alaykum. Har bitta narsani yaxshimisizlar, xormanglar. Har bitta rangni ko'rsatdilar menga, qanaqa tasdiqlab ber, ana undan keyin qilamiz deb. Shuning uchun keldim tasdiqlash uchun. Juda chiroyli bo'lyapti. Bitsa ko'rsataman sizlarga ham. Keyin bu yerdan chiqib, yana ishga. Qanaqa rang bo'pti, adasi? Mana shu. Chiroyli rang bo'pti. Bo'ladi mana shu oshxona rangi.